Bizning bu emgeklerimiz fakat Kazakistandaki Kazak Uygur halklarımız için emas, bütün dünyadaki Türk milletlerininki texmi birlik, beraberlik ve qo'llash ichida texmi ahamiyatli ishlarni qilishi, Türk milletlerinin tarihi, medeniyeti, tadqiqotlarni ilgari surish, shundaqla tarixiy shaxslarimizni texmi ulug'lash ve kelgusida tarixiy izlarimizni texmi ko'p tashviq qilish uchun asos yaratishda hal qiluvchi ishlarni qildingiz. Men vatandan kelgan bu yerdagi aranglardagi bir Uyg'ur bo'lishibdim bilan o'zimni to'lim baxtli his qilaman. Men yana bir tarafdan yana bir narsani qistirib o'tkim keladi. Men o'tgan bir necha kun ichida Jarkent, Chunji, Aqtam, Kichik Aqsu, Cho'ng Aqsu qatorliq nurg'un yerlarni aylandim. Bu yerda mening eng diqqatimni tortgan ish Uyg'ur xalqimizning, qarindoshlarimizning o'zimizning tili, madaniyati, urf-odatlarini saqlashga ne kadar e'tibor berganligi. Yana biri bo'lsa, Qozoq qarindoshlarimiz bilan ne kadar ittifoq o'tganligi. Qozog'iston hukumatining Uyg'urlarningki bu yerdagi hayoti, faoliyatlarini ko'ngillik, xotirjamlik ichida yashash uchun ne kadar ahamiyat berganligi bo'ldi. Men bir Uyg'ur bo'lishibdim bilan, sirtdan kelgan bir musofir bo'lishibdim bilan, yani bundaq isil manzaralarni ko'rish fursatiga ega bo'lganligimdan to'liq suyundim. Bu mərifətçilik ideyası Qazaxstanda oğuz aldı. Biz buna ait xursandız. Alımlar bu ticarətini qollaydı. Birincisi bu Anjumanlı konferansiya, которая bayağı yetkili 20 günlük açık konferansiya. Bu konferansların hamısı Ahmetcan Qasimi'ninki tavallығы bağışlanған, yoki Lutful Mutalib'ninki bağışlanған, ya Altın Orda Jo'chixan'ın 800 yıllık bağışlanған konferanslar hammasi şu özümüzün medeniyetini, tarixini tanışqa bağışlanған. Ben demekçiğinin bu Toran Fondu'nunki qo'shgan ulushi, birincisi men atab o'tib ketay. Şu Musa Bayaplar ve Milliy Ma'arif 20-asrda tunji islohotchi Abduqodir Damullamga bağışlanған toplam Tili Haqqaiq kitobini bizlar Ahmet Yugnaykin'inki kitabı Uyghur tilida chiqdi. Ve shuningla birga Uyg'ur shoirlarining Turkiy xalqlar adabiyotidagi to'kpisi degan kitob 2019-yil chiqqan kitob. Uyg'ur xalqi Türk dunyosining bir partisi 21-yilda chiqqan kitob. Milliy Ma'arif Millat yuragi 2022, Turan dunyosi 10-yil, Bay Amos to'g'riq etdi. Bularning ichidagi eng muhim kitob, nihoyatda o'zining ijtimoiy, siyosiy roli yuqori kitob, Abduqodir Damullamga bag'ishlangan kitob. Hem Musa Bayaplarning ijtimoiy faoliyatiga bag'ishlangan kitob. Bu Karlin Nurdinoğlu'nun butunlay shu ishga berilganining bir mevasi. Chunki Musa Bayaplarning haykali ana diyorimizda chiqildi. Abduqodir Damullamningki olim, bizningki shaxsiy olim, u yoqda uning ismi tilga elinmadi. Biz bu yoqda uni tilga elyapmiz. Buni shu masala bo'yicha bu men o'ylayman, bizning qilgan o'zimizning ota-bobolarimizning yetgan utuqlarini biz davomli tashviqot qilish fursatiga Qozog'istonda ega. Biz shunga rahmat, o'zimizning minnatdorligimizni aytamiz. Buran universitetiningki Abdulhamid Kamalovning boshchiligida shunchalik yaxshi konferensiya uyushtiribsiz. Sizlarga men shundoq cho'ng rahmatimizni aytamiz. Har vaqtida shu Qozog'istonimizda birligimiz ching bo'laversin. Prezidentimizning barliq sayosini hammamiz qo'llab-quvvatlab, mana yaxshi utuqlarga yetaveraylik. Karlin, sizga dunyodagi boy yaxshiliklarni tilayman. Buningdan keyin hamang, talmang, har vaqtda biz sizni qo'llab-quvvatlagan, buningdan keyin qo'llab-quvvatlaydi Uyg'ur xalqimiz. Sizga ishingiz utuq tilayman. Sen shu Türk dunyosi ko'plagan emgaklarni qilyapsan. Shuning uchun umidimiz zo'r seningdan. Xudoyim bursa, yana ko'plagan ishlarni qilsa o'ylayman. Şunun bilan shu xalqining, Qozog'istonning madaniyatini, urf-odatini butkul dunyoga pash qil deb o'ylaymiz. Aziz do'stlar, mana men Cumhuriyetlik Merkezining vakilligi o'tirdi. Ular har qachon har bütün shu cho'ng mega proyektlarni atqaryapti hozir mana Qozog'istonda. Mayli assambleyada bo'lsin, mayli o'zimizniki buni dondurishda o'tayotgan chora-tadbirlar. Shu uchun sizlarga ko'p rahmat. Yana bir planga qo'shibsizlar, u oliyjanoblik deb bilaman. Demişki desa Cumhuriyetlik Merkezining o'zining ishlari yetarli,
her qanday ma'rif işler bolsun, matbuat bolsun, medeniyet bolsun, her sahada işler köp bolsun, yani vaqtını tepip kelgeninglar köp rahmet. Meni jigit başlary, alimlar, ziyallar, hammalarga adi ihtiram bildirmen. Işqılıp yaxşılıklar köp bolsun.